Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana Qoraqalpog'iston Qo'ng'irotdagi yangi obyektlarimiz mana xudo xolasa bitgan. Fasallarni qo'yib yorib, ishlardan ishlar yurgizamiz xudo xolasa. Bu ham katta fasan ferma bo'ldi. Bu yog'i 200 metr, bu yog'i 100 metrli voler bilan hammasi. Mana xona-xona bo'lib hozircha mana kichikroq joyga jo'jalar qo'yib yubordik. Sekin ko'paygan sari bu yoqlarga jildirib fasallarni rivojlantiramiz shu joylarda. Joyga baho beringlar. Joylar xudo xolasa cho'tki joylar, tabiiy fasallar uchun. Ne qilib o'tlarni o'rab beradi, o'tlarda fasallar yurib nima qilish uchun, don suv ichish uchun. Mana xudo xolasa. Bular tuxumlash davrida o'tlari bitta o'riladi, batta tuxumlarni yig'ishtirish osonroq qilib. Ichlariga navescha qilib yuborilsa, shular orasiga tug'ishaveradi. Yani buning ichidan tuxum yig'ishtirish muammoda. Mana joylarimiz. Atroflari bo'lma zaborda o'raldi. Hozir oxirigacha zaborda o'raldi. Tepasidan elektropas to'xtatib yuborilsa bitta tulkichiya bir irg'imagani. Mana hozir jo'jalarni ko'rsataman. Jo'jalar yarashyapti. Mana jo'jalarimiz yangi hozir qo'yib yubordik. Short videolarimizni qo'yganmiz. Yurishdi. Bu katta joyda ichida yo'q bo'lib ketdi farzand jo'jalarimiz. Ularda bitta otasini ham o'gay otalarni yig'ishtirib kelgan, ularni boshqarib turish uchun. Joylarimiz. Hozir jo'jalar stressda yetishsa keyin moslashguncha o'tlar ichida saqlab yotishibdi. 2 kunda moslashib shu donlarni mana shu ochiq joydan o'zi ketmay qolishadi. Chigirtka qo'ng'iz ana shuncha ekan bu yerda. Donni ham kerak yo'q ularga. Hasharot bilan qonni zo'r katta bo'ladi bular xudo xolasa. Ko'rmaga keldi o'rab. O'rab keldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammalaringga nasib qilsin. Bunaqa joylarda fasallar qilib ko'paytirishlar. Bu yangi filialimiz bu.